Türkistanlıq qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Xitoy Rossiyani urush qurollari bilan ta'minlab, urushga kirmoqda ekan. Telegraf xabar torining 19 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy Rossiyaning uçuqsiz aeroplan, tikuvchar aeroplan, optik nishongohlar va mudofaa sanoatida ishlatilgan muhim metallar qatorliqlar bilan qurollanishiga yordam bergan. Jazo berilgan shirkatlarni o'z ichiga olgan Rossiyaning boshqariladigan bomba qo'yib berish, Browning va strategik bomba yasash shirkatlari Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamda tajovuz qilish uchun bu yilning 1-fasldan boshlab Xitoydan yetkash qitim sonini necha 10 mingdan oshib ketgan malni topshirib olgan. Xitoyning boshqa davlatlar bilan bo'lgan savdosi nacharlashgan bo'lsa-mu, Rossiya bilan bu yil 200 milliard dollarlik savdo qilgan. Savdo sonliq ma'lumot tahliliga qaraganda, harbiy ishlar uchun ishlatish ehtimolligi bo'lgan tovarlarning eksporti bu yil 6-oygacha bo'lgan oralikda 3%dan ko'proq oshgan. Ochiq manbalik tadqiqot tashkiloti bo'lgan Molfar yer shari e'lon qilgan sonliq ma'lumotga qaraganda, Xitoyning Shantou Xonxu plastik materiallar shirkati urushdan 2 oy ilgari Rossiyaga 1000 dona uçuqsiz aeroplan avatgan. Tor bekiti va ijtimoiy aloqa arxivida o'zini balla o'yinchiqlarini top sotquchi deb tasvirlagan. Uningdan keyin Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib, 4 kun o'tgandan keyin Xitoyning Hamis 999 shirkati 2 tikuvchar aeroplan bilan ta'minlagan. Xitoyning yana bir shirkati Tianjin Huarong aviatsiya shirkati urush boshlangandan buyon 4 dona Airbus tikuvchar aeroplanni Rossiyaga yetkazgan. Xitoy shirkatlari yana 2022-yilning boshidan bu yil 1-faslgacha 50 necha Rossiya shirkatiga optik nishongohlar avatgan. Oldingi yildagiga solishtirganda bu mahsulotlarning importi bulturqidan bir qatlanib 2 million 500 ming dollarga yaqinlashgan. Angliya tashqi ishlar ministri James Cleverly bu oyning oxirida Xitoyni ziyorat qilmoqchi ekan. Reuters agentligining 20 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Angliya tashqi ishlar ministri James Cleverly necha 10 yillardan buyongi turaqsiz Angliya-Xitoy munosabatini muqimlashtirish maqsadida mush oyning oxirida Xitoyga ziyoratga bormoqchi bo'lgan. Angliya tashqi ishlar ministrligi James Cleverlyning ziyorat planini normal bir shaklda uqtirish qilgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi buningga qarata inkosini darhol bildirmagan. Aslida Cleverly Xitoyni iyulda ziyorat qilishni planlagan bo'lib, Xitoy tashqi ishlar ministri Chingangning o'rniga sobiq bosh ministr Wang Yi almashganlik uchun bu ziyorat kun tartibga kelmagan. Oshkorlashni xohlamagan ba'zi xabar kanallari Cleverlyning 29 avgust kuni Xitoyga ziyoratga boradiganligini, ziyoratning faqat bir necha kun davom qiladiganligini xabar qilgan. James Cleverly Xitoyning Hong Kong va Sharq Turkistonda yurgizayotgan inson huquqlari dafsanchiligi va irqiy qirg'inchilik shundaqla Covid sababidan Xitoy bilan Angliyaning munosabati yiklashgandan keyingi Xitoyga ziyoratga boradigan eng yuqori darajalik diplomat hisoblanadi ekan. Angliya Xitoyga qarshi qattiq pozitsiya qo'llangan. Bosh ministr Rishi Sunak mayda Beijingning davrning yer shari bexatarligi va gullanishidagi eng chong raqobat ekanligini e'lon qilgan edi. Rishi Sunak Angliyadagi Xitoyga qarshi munosabatni qattiqlashtirishni talab qilgan muhofizkor partiya a'zolarining besimiga duch kelgan. Yaqinqi bir necha oy ichida Angliyadagi bir qancha yuqori darajalik hukumat amaldorlari Xitoyni ziyorat qilgan bo'lib, bu ziyoratlar intayin tuvan saviyada bo'lgan. Xitoy Tayvandan mango import qilishni vaqtincha to'xtatgan. Xitoyning zuoni bo'lgan Yer shari vaqt xabar torining 21 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy Tayvanda ishlab chiqariladigan mangoning tarkibidagi ziyondosh hasharotni bayqagandan keyin yezdigilik ishlab chiqarilishi va muhitga elib keladigan ta'siridan ansirab import qilishni vaqtincha to'xtatgan. Davlat kengashi Tayvan ishlari ishxonasining bayonotchisi Zhu Fengyanning bayonotida Tayvandan import qilinadigan mangoning 21 avgust kunidan e'tiboran vaqtincha to'xtatilganligi qaror qilindi. Normal biologik bexatarlik tadbirlari ilmiy va muvofiq bo'lib, Xitoyning munosabatli qonun nizomlari va o'lchamiga asoslandi deyildi. Dushanba kundagi bu harakat Xitoyning 14 avgust Tayvan rayonidan polikarbonat importiga qarshi turish tadbirlarini e'lon qilib, bir oy davomlashgan tekshirishdan keyin o'tirg'a chiqqan. Tayvandagi Demokratik taraqqiyot partiyasi Amerika siyosiy yo'llari bilan birlashib, Tayvanning ishg'ol qilinishiga qarshi turish uchun bir Xitoy prinsipiga qarshi harakat qiladi. Xitoy Xalq ozodlik armiyasi shanba kuni Tayvan orolini cho'rdigan holda keng ko'lamli birlashma harbiy manevr qo'zg'agan. Bu ozodlik armiyaning 3-qitim Tayvan mustaqilligining oldini olishga qarshi turish harakatining belgisi ekan.
Günler, aylar ve yıllar öttü. Özümüzden nemege karşı kurash qilish uchun atlanganimizni. Atlangan bu yolda düşmanni rasvo qilish, millatni xorliqdan qutuldirishdek tupg'oya amalga oshmoqcha hech narsaning bizni sukutga mahkum qila olmaydiganligini, bu jihatdan hech bir kuchning niyat ifodagi birligimizni buza olmaydiganligini unutdik. Turkumlashishimiz, turli partiya va guruhlarga bo'linishimizning farqli imkoniyatlardan kuch to'plash, fursat izlash ekanligini unutib, her imkoniyatni monopollik shaklda xususiylashtirish va da'voni mulklashtirish xirisi ko'zimizni ko'r qilib tashladi. Monopol qilgan bizdan emas degan muqaddas ta'limot qulog'imizga ta'sir qilgandek darajada pang bo'ldik. Xiyolimizcha mulklashtirib olgan, allburun atalmishga aylantirib tashlangan va haqiqatda o'chirilib shakllashtirib o'tilgan va allburun ro'yini jimiqtirib iskeletga aylantirib o'tilgan da'vo otliq tovarni qo'g'dab qilish hamda tikilgan siyosiy markamizga ega chiqish yo'lida unimiz bo'g'ilg'idek darajada shundoq jaranglatdiki, jaranglayotgan sadolar, so'zlanayotgan nutqlar haqiqatlarimiz uchun bo'lmasdan iskeletlarimizga, markalarimizga ega chiqish uchun bo'lib qoldi. Qisqasi, tilimiz haqiqat uchun kekech bo'lib oladigan, ammo mulklashtirilgan mark uchun sayraydigan holga keldi. Na haqiqatni o'ylaydigan qalbdan, na uningga quloq soladigan angliqdan, na uni ko'rib yetalaydigan farosatdan asar qolmag'ili turdi. Mana bu xil realliklar nihoyatda jamiyat to'pining angliq zihniyatlik vaziyatdan chirgan zihniyatga qarab menishi bo'lib, sahnada bo'y ko'rsatayotganlarning g'oya bilan vositani, vazifa bilan nishonni farq qila olmaydigan saviyaga tushib qolayotganligi, shaxsiy mayilligi bilan umumning manfaati o'ttirisini ilg'i qila olmaydigan bo'lib qolayotganligi yuqorqi qanoatimizni muayyanlashtiradigan eng tipik omillardandir. Tashkilotlanishning ko'p qirilishi, turkumlarga ayrilgan va yaqinlarga ajralgan holda farqli guruhlarning maydonga kelishi vosita, fursatlarni qo'lga keltirish, dushmanni mag'lubiyatga uchratish va g'alaba yo'lini izlash bo'lsa, har qaysi guruhlarning o'rtaq vazifasi. Qaraydigan bo'lsak, har taraf o'zlarining g'oyasining qarshisidagilar bilan o'xshashligini da'vo qilishidi. Buningga chin pitkinimizda darvaqa bu yerda vazifani o'rindash shakllari, g'oyani ishga oshiradigan vositalar farqli. Ammo vazifaning xarakteri o'xshash. G'oya bir, biroq bular nazariyada shundoq. Amaliyotda reallikqa qaraydigan bo'lsak, bu qadar ko'plab turkumlarga ayrilishlar aslidagi shakllanishning taqozosi va talabini unutib mangmoqda. Fursatlar va imkoniyatlar shaxsiy istaklar asosida foydalanishga qarab yuzlanmoqda. Ma'lum bo'ldiki, dushmanga qarshi turish muddayo qilingan urinishlar dushmanning kuch va hiyla-nayrang asosida tikilgan obraziga zarba berish, ularning uyqusini qochirish darajasiga o'rlagan hamda bu xususda ba'zi imkoniyatlar qo'lga kelayotgan vaqtda qandaqdir katibash atalganlarning passivlik hisli qo'zg'alib ketayotgandek, taraf-taraflarga tizli signal kelayotgandek, ko'p sonliqlar aro sukut hukm surmoqda. Atrofni bo'lsa bir xil passiv vaziyat qoplab ulgurmoqda. Amaliyotda dushmanning o'ziga qarshi o'kti qo'pgan kuchlardan kutadigan taraflaridan birimi mazkur qarshilik ko'rsatkichi to'pning bo'linishi emas, balki mazkur kuchlarning birlashishiga tegishli paytda birlasholmaydigan holga kelib qolishidir. Ma'lum bir amaliy harakat yoki yangicha bir qadam qachonki dushmanning uyqusini qochirsa, dushmanmi o'ziga qarshi chiqayotganlarning amalba sukut qilib berishini istaydigan vaziyat shakllansa, demak bu dushmandagi mag'lubiyat qo'rqinchidan kelayotgan ansiz tipirlashlarning ifodasidir. Bundaq chaqda deganda millat uchun xizmat qilayotganligini, dushmanga qarshi har turli imkoniyat va fursatlarni izlayotgandek ko'rinayotganlarning da'vosiga samimiy bo'lishi, har taraflama mashg'ulotlarini tashlab, dushmanni alsirtadigan o'rtaq nuqtaga taraf-tarafdan tegish qilishi vaziyatning talabi, mas'uliyatning taqozosiga aylandi. Chunki jang qizishganda saflar birlikka keladi. Buyuk islom mutafakkiri bo'lgan Imom G'azalining ta'biri bo'yicha aytganda, shiddat hukm surganda ichki to'qinishlar bir yoqda turib turadi. Ammo ko'rmoqdimizki, vatanning mustamlaka qilinishi, millatning xorliqdagi holati ustidan shikoyat qiladigan joy, dardini so'rab qo'ydigan o'rin izlab bormaganlar, necha minglab avomni hurraga atlantirib, qo'zg'ay oladigan bir talay tashkilot, birlik, dernek va qazolarning ko'p sonligi bugünkidek kuch va hamdamlikni bir nuqtaga yig'ish kerak bo'lgan masalalarni ko'rmasga, anglamaslikqa selvagan qiyofatda ko'rinmoqda. Go'yo masala haqida so'zlamaslikka qasam qilayotgandek sukutda. Dushmanni o'z ichiga olgan holda jimi jahon ahli ko'tarilayotgan dad-faryodlarga quloq yopirayotgan, yana kelib dushmanga qarshi zarbining energiya kuchi bo'lgan odam kuchi, iqtisodiy va tashviqot kuchlari aymay sarf qilinayotgan, shundaqla dushmanning deraza orqasidagi masxaralik qarashlariga qarshi eng amaliy inkas saviyamiz
Düşman qarargohiga kilometr yiroqligida turib, pomidor etish bo'layotgan shundaq bir paytda bar kuchi bilan oldingi sapga chaqirgan, tashviqot kuchini keng tasha qo'yib o'tgan va sapning oldidan o'rin olgan har qaysi guruhlarga bugünkidek xalqaro jamiyatdan darding nima? Shikoyatingni anglay deydigan shartlarni berayotganda, mazkur guruhlarning passivlarcha sukutni ravo ko'rishayotganligi kishini o'ylantirmay turolmaydi. Burhan Muhammadning aktiv mazlumlik va passiv siyosatvozlik nomli maqolasidan elindi. Davomi keyingi xabarlarimizda izchil anglitiladi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganlar uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.